Agar siz xonadoningizni sifatli ko'rinishda va eng so'nggi dizaynda tunuka fon qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu video aynan siz uchun. Videoga bitta like bosib qo'ying, biz video roligimizni boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek. Yana yangi video roligimizda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Kanalimizda mehmonlar uchun eslatib o'tmoqchiman. Biz jamoamiz bilan birgalikda xonadonlarga ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan tunuka fon ishlarini qilib kelmoqdamiz. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab amal qiladi. Nafaqat vodiy bo'ylab, balki butun O'zbekiston bo'ylab tunuka fon xizmatlarini amalga oshirmoqdamiz. Agar siz ham xonadoningizni go'zal holatda tunuka fon qilmoqchi bo'lsangiz, sifatli ko'rinishda tunuka fon qilmoqchi bo'lsangiz, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning. Inshaalloh sizni xonadoningizda ham biz jamoamiz bilan birgalikda chiroyli qilib tunuka fon qilib beramiz. Bugun 30-aprel 2025-yil biz navbatdagi xonadonimizni tunuka fon ishini Andijon viloyati Niyozbotir Toshqo'rg'on mahallasida 97-xonadonda, Xudo xohlasa go'zal holatda bitirib berdik. Bu xonadonimizni hisob kitobini video davomida aytib o'tib ketaman. Hurmatli obunachilar, albatta videomiz keng tarqalishligi uchun bittadan like-ni gumburlatib bosib qo'yinglar va videoni ko'rib bo'lganinglardan so'ng albatta ushbu xonadonimizni tunuka fon ishi haqida kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Sizlarning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr tunuka fonning narxi barcha xarajati ichida vodiy bo'ylab 140 ming so'mdan qilib berilmoqda. Vodiydan tashqari viloyatlar bo'ylab esa vodiydan borganimiz hisobiga ozgina qimmat bo'ladi. 150 ming so'mdan barcha xarajati ichida qilib bermoqdamiz. Faqat do'stlar, biz joyni kvadratiga emas, tunukamizni ketkizgan list rasxodiga hisoblaymiz. O'rtacha 10 kvadrat metrga 15 kvadrat tunuka rasxod bo'ladi. Ya'ni 5 kvadrat tunukani bukilgan, qarilgan joyiga qo'shilib ketish ehtimoli bo'ladi. Endi fasoniga qarab turib o'zgarib ketaveradi kvadrati. Siz qancha hashamdor fason tanlasangiz, shuncha kvadrat ko'proq bo'ladi va sizga tunuka fon qimmatroqqa tushadi. Agar siz oddiyroq fason tanlasangiz, demak sizning xonadoningizning tunuka fon ishi sal arzonroqqa bitadi, sababi ozroq tunuka ishlatiladi sizning xonadoningizga. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'lmasam biz video roligimizni boshlaymiz. Albatta videoni boshdan oxirigacha ko'ring. Video davomida Xudo xohlasa ushbu xonadonimiz haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'tib ketishga harakat qilaman. Bo'lmasam biz boshladik. Hurmatli obunachilar, bo'lmasam biz video roligimizni tashqari shapkadan boshladik. Bu xonadonimizni mana shu tashqari shapkasi, darvozaxona, ichkari shapka va ochiq ayvonni tunuka fon qilib berdik. Tashqari shapkamizni tarnovlarni ham almashtirib berganmiz, o'zini rangida, ya'ni korishniy svetda va mana bu turbalarni ham o'rnatib berganmiz. Video oxirida aytib o'taman, ushbu xonadonimizni nech pulga bitganini o'zingizlar chaqib olasizlar. Arzonga bitibdimi yoki qimmatga bitibdi? Albatta kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Bu xonadonimizni tunuka fonining rangi oq rangga, korishniy rangda, shokolad rangda bo'lgan. Xonadonimizni tashqari shapkalari pianino ko'rinishda bo'lgan. Darvozaning tepalari ham apshipka bo'lib o'rab ketilgan va darvozaxonaga nazar tashlaydigan bo'lsak, darvozaxonamiz ham mana shunaqa hashamdor ko'rinishda, ko'rganda mazza qilib fasonda bo'lgan. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tay, hurmatli obunachilar, xonadon egasi bizni YouTube tarmog'idan ko'pdan beri qilgan ishlarimizni kuzatib borar ekan, hattoki bu mahallaga tunuka fon kelganimizda, mana shu aynan mana shu xonadonni tunuka fon ishlarini kelganimizda o'zlari kirgan ekan, qaysi ustalar keldi ekan deb qarasa, o'zimizni usta Shohruxbek ustalari mana shu xonadonni qilib berayotganda aytgan ekan, men ham usta Shohruxbekni YouTube kanalida qilgan ishlarini kuzatib boraman, Xudo xohlasa xonadonimni aynan mana shu bolaga qildiraman deb niyat qilgan ekan. Mana niyatlariga yetdi. Xudo xohlasa xonadonlariga kelib o'zi tanlagan fasonda chiroyli holatda tunuka fon ishlarini bitirib berdik. Siz ham niyat qilib qo'ying, Xudo xohlasa sizning xonadoningizga borib arzon narxlarda chiroyli bo'lgan tunuka fon ishlarini qilib beramiz, hurmatli obunachilar. Bu mana darvozaxonamiz. Darvozaxonamizni mana shunaqa high-tech uslubda pianino ko'rinishida qilib bitkazib berdik. Ichkari shapkalarimizni pianino qilmaganmiz, sababi ichkari shapkalarimiz G shaklida tushgan, P shaklida tushgan. To'g'riroq xonadonimiz bo'g'ib qo'ymasligi uchun yorqinroq svetdan foydalangan holda kobra fasonda qilib bitkazib berdik. Ichkari shapkamizni tarnovlarini ham almashtirib berganmiz, hurmatli obunachilar, va mana bu turbalarni ham o'rnatib berganmiz. Burchaklariga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Burchaklari ham ustalarimiz tomonidan mana shunaqa mohirona tarzda chiroyli holatda qilib bitkazib berildi. Ketdi mana endi bu tomonlari tunuka fon bo'ldi polniy aylanasiga. Endi mana bu burchaga e'tibor bersanglar, bu burchagimiz, mana bu shapkamiz kichkina, mana bu tomoni eni kattaroq bo'lishiga qaramasdan, bizning mohir ustalarimiz burchaklarni mana shunaqa bilinmaydigan holatda, qo'ldan kelgancha chiroyli holatda bitkazib berishdi.
Xo'p, hurmatli obunachilar, sizlarga video davomida aytib o'tgan ochiq ayvonimiz mana bu yer hisoblanadi. Ya'ni mana bu yerda ham bu tashqari bo'lganligi uchun, ochiq ayvon bo'lganligi uchun tunikafon qilib berdik. Atroflariga karnizlardan aylantirilgan holatda o'rtalarini shaxmat qilib yulduzchalik fasonimizdan qilib bitkazib berdik va lampochkamizni atroflariga mana bunaqa pianinalardan o'rnatib berdik. Nima uchun tunikafon tashqarilariga qilinadi? Sababini tushuntirib o'tib ketaman. Sababi tunikafon mahsuloti issiqqa, sovuqqa chidamli mahsulot bo'lib, sizga xudo xohlasa uzoq yillar xizmat qiladi. Tashqariga agar boshqa mahsulotdan qiladigan bo'lsangiz, issiqqa yoki sovuqqa chidamsiz bo'lishligi mumkin. Chunki bizni O'zbekiston iqlimida o'ta ham issiq bo'lib ketadi. Anomal issiq va anomal sovuq bo'lish ehtimoli yuqori darajada. Shuning uchun agar siz uyingizni tashqi fasad qismlariga nima patolog qilsam ekan deb o'ylanib yurgan bo'lsangiz, biz albatta sizga aynan tunikafon qilishni maslahat bergan bo'lar edik. Bu tunikafon xudo xohlasa o'ta ham tuman holatda, o'ta ham namgarchilik holatda va o'ta ham issiq holatda ham o'zini holatini xudo xohlasa yillar davomida yo'qotmaydi. Endi umrbod, misol uchun 100 yil turadi deb javob bera olmaymiz tunikafonga, lekin 10 yillik kafolatimiz bor. Endi 10 yil deganda 10 yildan keyin nimadir bo'lib ketadi degani emas. Bu oddiy misol, siz xonadoningizga xolodilnik olsangiz ham 3 yillik kafolati bilan olasiz, lekin 3 yil ichida u xolodilnikni ishlatib tashlab yubormaysiz. Kerak bo'lsa 10 yil xizmat qiladi sizga xolodilnik. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Biz tunikafonimizga 10 yil kafolat beramiz. Xudo xohlasa sizga 20 yildan oshiq xizmat qiladi. 20 yildan keyin, mabodo 20 yildan keyin rangi o'zgarib, nimadir holat yuzaga kelgan taqdirda ham bu tunika mahsuloti kraska ushaydi. Kraskasini yangilab qo'ysangiz bo'ldi. Shu bilan yana sizga xizmat qilaveradi. Xudo xohlasa sizlarga mana qo'ldan kelgancha tunikafon haqida o'z bilgan ma'lumotlarimni berib o'tishga harakat qildim, hurmatli obunachilar. Agar yana qanaqadir savol takliflar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlarning talabingizni inobatga olgan holda sizlar xohlagandek video tayyorlashga harakat qilamiz. Biz eslatib o'tmoqchiman, butun O'zbekiston bo'ylab tunikafon ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Vodiy bo'ylab 140 ming so'mdan, vodiydan tashqari viloyatlar bo'ylab esa 1 kvadrat metr tunikafonni barcha xarajati ichida, ya'ni reyka, samolyot reysi o'rnatib berish usta xizmatlari bilan, xullas pat ключ deydi-yu, shunaqa holatda 150 ming so'mdan voha bo'ylab, vodiy bo'ylab esa 140 ming so'mdan qilib bitkazib bermoqdamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana shu joyga yetgan videomizni yakun yasaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Albatta bizning Andijon tunikafon kanalini kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan har doimgidek usta Shohruh Bek bo'ldi. Rahmat hammaga.